Qishloqlar, assalomu alaykum. Mana men Orion bankka keldim. Abi nima chapa ko'rdim. Orion bankka keldim, pul sinema qilgani. Hozir xudo xohlasa pul sinema qilamiz. Assalomu alaykum qishloqlar. Mana men hozir bankka keldim. Mana kartaga yig'ilgan pul 16100. Hozir men sinema qildim, shu kartaga pulni. Ba'da vipiskalargacha chiqaverdi. Vipiskalarni men tashlayman hammasini. Qancha pul yig'ilgan bo'lsa. Pullarni hozir biz nimaga boramiz? Material olishga. Shuni hammasini mana oldim. Mana bank mana nimasi. Shuni nimasi ketadi? Shuni ketadi. Siz olaverasizmi? Arosda uni kesib tashlab, chiroyli qilib olavering. Telefonlar shuni o'tdi. Assalomu alaykum qishloqlar. Mana biz bugun sitkani oldik. Mana mashinaga o'rta bo'ldi, biz syomka qilamiz. Mana sohibi nima? Magazin mana ekas. Mana ro'yxatlarni yozib berdim. Ro'yxatlarni men addini syomka qilib tashlayman yana. Option nimasini. Sitkani donasini qarochi 200 somondan berdi bu hisob. 220 mi 230 dan aka. 220 dan shu qabristonimiz uchun berdi mana shu narsani. 200 dan 40 dona oldik biz. 400 metr oldik. Mana telefon nomerlari hammasi yozilgan. Men syomka qilib tashlayman. Bemalol telefon qilib mana shu inson ko'taradi telefonni aloqaga chiqaradi. Mana nimani ortib bo'ldik. Mana ortib bo'ldik. Mana bu 54 dona. 6 ga 4. Mana 54 dona. Tagida sitkasi bor 40 dona. Mana ortib jo'nariga hozir Isomiddin akamga. Xudo xolisa mana. Hozir ugaloni boshqa kvartiraga o'rtamiz. Hozir biz hisob kitob qilib nimani tashlaymiz va hozir. Qishloqlar, assalomu alaykum. Mana turga tur nimani oldik? Ugalovni. Qarochi 217 dona bo'lar ekan, 1220 dan berar ekan. Atrofiga, sitkani atrofida mana undan oldik. Mana oltiligimi nechilik armaturada mana. Mana shundan oldik. Buni 260 dan berar ekan metr, 260 dan berar ekan. Shuni hozir biz o'zimiz o'rtishga uspit qilmadik. Mashina sal kechroq kelar ekan, o'zlarining mashinasi. Shuning uchun kechqurun bilan dastavka qiladi. Shu qabristonga yetkazganda tushirishni yana bitta video rolik qilaman-da. Hozircha bularni istok kitobini hammasini chiqarib, xudo xolisa bugun kechga uspitda yo'l ertaga chiqadi, xudo xolisa hammasi. Hozir biz mana Barakat bozorida biz telefon nomeri, cheklarni hammasini yozgan, bemalol telefon qila olasizlar, istok kitobini qila olasizlar. Salomat bo'linglar. Yordamlaringizni qadrlayman. Tabriklar o'tiravering, xudo xolisa. Istidamiz. Mana nimalar yetkazib olib keldik. Qarochi mana 54 dona nima, profil 6 ga 4. Ichida 40 rulon sitkasi bilan hozir mana tushiramiz masjidga. Vakillar bor. Vakillar 4 ta vakillar bor. Borib kelib hammamiz. Ha, barib. Mash olov. Mash shuni bano. Mana 40 rulon 10 metrlik. Mash tomonga qo'dachani qo'yinglar bag'ga. Ha, endi. Ana bu 3 pachka elektrod, 1 pachka qattiq bolgarkaga disk. Ichida 25 dona bor. Bo'ldi. Mana sitkani yoqqa tushirib qo'ydik. Mana agar ko'rinsa mana sanoringlar. 40 rulon. Profil. 6 ga 4 mana yoqqa tushirib qo'ydik. Mana shu tarafga tushirib qo'ydik. Mana bittasiga
20 litr salarka olamiz. Mana unisiga mana 200 somonlik salarka oldim-da o'zi mana. Salarka bo'ldim. O'zi bunga yana 200 somonlik nima olaman? Benzin olaman. Ha, bular hammasi shu divizyon uchun-da, o'sha divizionlarni tashkil qilganmiz. Bittasi salarishni, bittasi bilan bularni ham o'zi ko'rsatib boraman hammasini. Mana shu nimalar mana. Xudo xolasa o'zi ortda balla xizmatda mana qilyapti mana moshin bilan kelib xizmat qilish hammasi. Ana bo'ldi, benzin ham bo'ldi, salarka ham bo'ldi. Hozir nimasini olamiz? Buni tashavvur. Domlog benzin. Ha, bitta benzin, bitta salarka. Benzin solaydi olinglar. Rajaboyek salarka qilib turibman. Rajabga so'raylik. Hozir cheklarni tashlayman. Salarka olib keldik mana, salarka benzin mana yetkazib keldik. Narod qimirlayapti mana, narod zo'r, chotki. Hasharchilar mana chotki qimirlayapti mana. Ba'da kesish, ba'da nima ishlari, mana sitkalar. Bizda o'tkazish kerak. Mana u mana ramkalarni tayyorlash boshlagan. Ikkita qilib mana xalq o'sha yerda amalga oshiradi. Zo'r. Okey. Ish qizg'in, ballavana ishi uryapti xudo xohlasa. Hammasi mana chotga mana. Ba'da ruletka, svarchilar ba'da svarka qilyapti. Mana svarchilar. Balla rishotkalarni tortib, mana aynoq qilib sitka yasayapmiz mana. Tortib, mana bular chotga mana nimalar. Tortiladi. Zo'r, divizionlar endi shavqin zo'r, endi shavqin ham borda. Ba'da mana sitka balla xizmatda mana. Hammasi. Ayna qilib mana balla tayyorlab beryapti mana. Nimalarga bo'ladi. Endi bo'ladi, kamqurcha kamakak nimasi bo'ladi. Mana hammasi chotga. Yana mana qor tozalayapti mana. Tozalab. Ha, soatga oladi. Balla kesib tayyor qilib beryapti materiallarni. Bak, Atamboy bu. Abdulatif. Azizov, Shahobiddin. Balla bari sitkalarni o'chirdi mana. Undoq qilib sitkalarni o'chirib, mana 2,5 qilib tayyorlab beryapti balla mana. 2,5 tayyorlab beryapti. Bak Abdurrahman mana. Tayyorlab beryapti, ba'da ramkalarni tayyorlab berishyapti. Va ba'da sitkalarni qo'yib, sitkalarni tayyor qilib olib berishyapti sitkalar bilan bakar. Mana. Tayyorlash ishlari zo'r, avjida mana. Ajoyib. Qo'rqara hammasi shotga mana. Qo'rqida. Qimir. Hammasi yaxshi. Hasanboy! Ana bu sitka tortish jarayoni mana. Ana sitkani tortib,
birinchi setkani tortib tortiladi. Hozir davomiy ko'rsataman qanday. Mana armaturani qo'yib, armaturani tortyapti. Armatura. Bu tarafga ham armatura mana. Ha, hali zalga olmay. Ana abidga chiqdi balla xudo xolasa. Balla to'qimni ishda hammalaringga. Mana abid olib kelishdi. Mana abid. Mana hakim bugun abid tashkil qilib olib keldilar. Mana kim abid olib kelaman demoqchi, o'zim telefon nomerini qoldiraman Mamajon akam. Shularga telefon qilib ochirat bilan olib kelaverasizlar mana olib keluvchilar. Men telefon nomerlarini qoldiraman. Chunki bitta o'qisi yaxshi, hamma guruh o'qisi ertaga bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun hamma ro'yxat qilib olib kelaveramiz. Mamajon akam nomerini qoldirib qo'yaman pastga. So'rab o'tgan yaxshi-da. Ha, so'rab o'tgan yaxshi. Mana xalqimga xizmatdalar mana. Joy. Hadi. Assalomu alaykum. Nechang aziz. Ha. Mamajon aka bor. Shundoq, qandoqku? Tashkil Mamajon aka. Zamjir qilib qo'ydik. Ha, bashalarni jir qilib qo'yaman. Da'volar Mirzaman shu qilgan. Ha, Jir qilmas. ujir qilmasdi. Mamajon, qirmizga ham cho'rtaganmisiz? Ha? Bu kaltamas. Yo'q, bu baqa surilgan-ku. Mana. Shu ketilaqdagi. Ne, yitti. Ne, xavotini shu Rulonishi kalon qildi. Habrishdan bo'ladi. Yo'q, bu ayol nima qiling narsa deydi. Burası bazı kalon kapetçilakdagi, bazı mayda chiqipetchilakdagi. Bilita, va boshqa. Nega bo'lgan shavot o'qitirish kerak ekan, no? Ha. Assalomu alaykum hamkushlar. Mana biz silkani o'rtishni boshladik. 40 dona maynaqanga rulonda. 10 metrdan 400 metr bo'ladi. Mana o'rtishni boshladik. Hozir mana bu 21-si bu. Mana nimani o'rtib bo'ldik. Mana o'rtib bo'ldik. Mana bu 54 dona. 6 ga tur. Mana 54 dona. Tagida sitkasi bor 40 dona. Mana o'rta jo'nariga hozir Isomiddin akamga. Xudo xolisa mana. Hozir ugaloni boshqa porterga o'rtamiz. Hozir biz hisob kitob qilib nimani tashlaymiz va hozir.
Ha? Bu kaltaması. Yo'q, bu baqa surgan-ku. Mana. Şurada peçelakdagi. Ne gitti? Ne havutun içi var ya rulonucu. Rulonucu kalon sürüyor. Rulonucu. Habrışkan burada. Yok yine bu ayağın ne bileyim nasıl gidiyor. Yok. Burası bazı kalonka peçelakdagi, bazı mayda çıkıp peçelakdagi. Dinitda bo'lmay qo'sha. Kimniga bo'lgan shavotni o'qitib olish kerak ekan, no? Ha. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Mana biz silkani o'rtishni boshladik. 40 dona aynaqanga rulonlar. 10 metrdan 400 metr bo'ladi. Mana o'rtishni boshladik. Hozir mana bu 21-si bu. Mana nimani o'rtib bo'ldik. Mana o'rtib bo'ldik. Mana bu 50 tur dona. 6 ga tur. Mana 50 tur dona. Tagida sitkasi bor 40 dona. Mana o'rta jo'nariga hozir Isomiddin akamga. Xudo xolisa mana. Hozir ugalovni boshqa porterga o'rtamiz. Hozir biz hisob kitob qilib nimani tashlaymiz va qolamiz. Xalq yordamchi kuchlari kam. Shu harakat qilaylik, bizni bitkazaylik buni. Qaror bitta svarkamiz, ikkita svarkamiz bo'sh turibdi. Shunga mana harakat qilaylik. Bitta divizionimiz bo'sh turibdi. Yordamchi kuchlari kerak. Shunga harakat qilaylik. Bitkazaylik. Hali aka-ukalarga telefon qilinglar, suyadi bo'lmasa, bo'sh odamlar kelsa Hala, svarchilar olyapti, svarchilar qimillar ishlayapti, mana xudo xolasa. Yana o'zidan keyin svarchilar. Jamol, maskani toq. Bizga yana rabochiy yetishmaydi, ishchi kuchi bir 4 tami odam kerak-da, yana rabochiy. Svarchilar bor. Rabochiy kerak bizga. Bizga shu rabochiy kerak. Qanqa bir 3 tami 4 ta agar bo'sh balla bo'lsa, shu o'tib mana o sitkalarni yozib nima qilishimiz kerak. Ballaga tayyorlab qilib berishimiz kerak. Mana bu to'qiydigan joylari bor, to'qishimiz kerak. Mana qanday simlarni bir-biriga qo'shib. Qanqa shu harakat qilsalaring bir 3-4 ta odam yordamchi yaxshi bo'lardi. Katta bugun sal ishimiz sroq, o kechaga qaraganda. Bugunga mashterlarni xalosda. Yana bir 3-4 ta yordamchi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hamqishloqlar shu yordamchi kuchlari yana bir 4 kishi bo'lsa, 4 kishi kelinglar, hech bo'lmasa sitkani ochib tursa, rabochiy odam kerak, svarchilar bor hozir. 4 ta svarchik bor, svarchikning bittasiga yordam kuch kerak. 4 ta odam kelsa, ana bu divizionimiz bo'sh turibdi-da, shuni ishlatishimiz kerak. Bugun olib ketadi buni. Hech bo'lmasa shundan ham foydalanib olishimiz kerak-da. Ertaga keyin 2 ta divizion qolishimiz mumkin. Shuning uchun bugunga harakat qilaylik. Bironta bir habitdagi bo'lsa 3 soatga bir yordamga kelinglar. Mayli svarkani bilmasa shu sitkalarni to'g'rilab, mana undoq qilib kesib, ulab-ulab berib tursa bo'ladi-da. Chunki biz mana sitkalarni ulayapmiz-da, mana qo'shimchasini mana undoq qilib ulayapmiz, mana ulab-ulab qo'shyapmiz-da bularni. Shuning uchun yordamchi kuchlari iltimos shu yordamga kelinglar, harakat qilib. Bu ham ancha vaqtni olib qo'yadi bu nima ham. Mana bu metr tortib nima qilishga bu odam kerak. Mana ba'zi ishlar yaxshi ketyapti mana. Bu g'olib bu yangi vatanga ham. Svarchik. Sanga shuni harakat qilaylik. Va Jamoliddin egamni deb svarchik bor. Mana davana yordamchilari bilan. Bu guruhda mana va'dana yangi vatanga svarchik nima Babelov, Sertas aka.
Shunga shu harakat qilaylik. Yana suvarishlarimiz bor, bu yerda yo'q. Ularga yordam kuch kerak. Shunga shu harakat qilib kelinglar, iltimos. Sitkalarni mayda qilib, to'qib, bu yoq vaqtni oladi. Shunga hech bo'lmasa razmarabochi o'sha suvarka bo'lmasa kecha mayda aylantirib, buni to'qish kerak mana qilib. Sharqash ketganlar sitkalar bir nimalar, o'shalar sharqashga ular qo'shib, shuni harakat qilish kerak. O'ziga u san yetmay qolar, undan bunga olish kerak, shuning uchun harakat qilaylik. Hammasi yaxshi mana hozircha. Ba'da deyijoq, mana ba'da deyijoq, mana ba'da deyijoq ishlayapti mana. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shunga tolqa yordam kuch kerak, tamom. O'ynanglar. Xalqimizga, elimizga bunaqa chiroyli tashabbus qilgan yigitlarimni boshi eson bo'lsin, turpoq osa oltin bo'lsin. Hammalaringni sog'lik, salomatlik, barkamollik, sinay rahmni chiroyli qilganliklaring uchun, xalqimizga hurmat, izzat chiroyli bo'lganligi uchun bunaqa tashabbuskorlikni joyiga qo'ygan yigitlarimni boshi eson bo'lsin, turpoq osa oltin bo'lsin. Hammalaringni farzandlaring kelajagi salohiyatli, barkamolli, yetuk, yaxshi inson bo'lsin. Qabrda yotgan dadalarimiz, amakilarimiz, 7 avlodimizning arvohlari sizlarni tarbiya qilsin. Elimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, farovonligimiz chiroyli bo'lsin. Kelayotgan Ramazon oylari chiroyli bo'lsin. Navruzlarimiz chiroyli bo'lsin. Hammamiz o'ynab kulib Eid qurbonlarga yetaylik. Kimki qo'lidan muruvvat kelsa, kimki qo'lidan xizmat kelsa, ayamasa biz bosh ustida ta'zimdamiz. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Tinchlik, omonlikda, dasturxon to'rida o'tirishlik hammamizga nasib bo'lsin. Allohu akbar. Yashang malama. Salomat. Tashkil qilganingiz uchun kattakon rahmat mana. Rahmat. Siz eslatibsizlar. Shundoq. Bu davom etishi kerak. Ana bugun malama abid tashkil qilib olib keldilar mana. Hozir ballarni abidga chiqadi hammasi. Tayyor qilib qo'ydik. Hozir ballar o'zi tinchitib kelishadi mana. Burxon xizmatchi Burxon. Qarosh abidga mana. Kelinglar abid. Bugun mana Mavlo olish bilan nomidan malama bugun abid olib keldilar mana. Sultonov. Yashaylar. Kelinglar abidga. Harakat qilinglar. Yashaylar, kam bo'lmanglar. Hozir hammasi olinadi. Kelinglar. Jonibek, yurtisiz. Mana bugun malama abid tashkil qilganlar. Onajon akam bitta duo qilsinlar. Ha, duo qiladilar onajon aka mana. Abid. Kırmızı yançı bu. Mana bugun ham shu nima. Onajon aka ilohim. Bu sumalaklari bilan mana tamom. Yangilik. Navro'zni boshladik mana xudo xolasa. Ana malama bir duo qilarsiz mana. Ilohim, tanisatlik, xotirjamlik. Ish boshlagan yigitlarni boshi toshdan bo'lsin, turpoq osa oltin bo'lsin. Mana shu yerda ishlayotgan yigitlarimning xonadoni obod bo'lsin. 7 avlodi, ota avlodi, ona avlodi hammasi chiroyli tarbiya qilsin. Xalqimizga xizmat qilganlarni xalq e'zozlasin. El nazaridan qolmaydi. Hammalaringni Makka munavvaralar qo'llasin. Omi Zamzamlar qo'llasin. Xonadonlaring obod bo'lsin. Sizlarga xizmat qilganlarning ham boshi eson bo'lsin. Bu qilgan ne'matlaringni, bu qilgan hikmatlaringni, bu yozilgan dasturxonlar hammasi sizlar uchun savob olqish bo'ladi. Farzandlaringga sinay rahm chiroyli bo'ladi. Hammalaring mehrli, oqibatli, sadoqatli, sevimli yor egasi bo'ling. Amin. Xonadonlaringda obodlik, barkamollik, kelayotgan ro'za Ramazonlar hammalaringga omad keltirsin. Baxt keltirsin. Hech qaysilaring kasal bo'lmaydi. Boshlaring og'rimasin, turpoq osalaring oltin bo'lsin, chor yorli do'stim desin. Xalqimiz, elimiz nazaridan qolmaylar.
Amin. Dildan Yahyojon boshliq mana shu guruh yigitlariga hammalaringni nomlaringni aytsam chiroyli, qalbimizga yaqinsiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xalqimiz tinch bo'lsin, elimiz tinch bo'lsin. Safardagi farzandlarimiz sog' salomat bo'lsin. Neki tilaklari bor, Alloh o'zi yetsin. Rabbana atina fid dunya oxirata hasanatan va azoban nar. Hammalaringni rahmatiga she'r. Allohu akbar. Dadamlarning arvohi ilohim, duomlarning arvohi keng ko'ngildan qo'llasin. Hamma dadalarimiz arvohi qo'llasin. Bugungi oshni hojatani haqqiga duo qilaylik. Allohu akbar. Yashay malama rahmat kattagon. Yaxshi bo'ling. Yashay tashkil qilganingiz uchun eslab malama rahmat kattagon. Salomat Sog' bo'linglar. Yaxshi ishtahasizlar o'g'illarim. Kamiga yana biza xizmat. Biz Yashay. Siz o'ringiz. Kelayotgan ke balam. Tegim. Ana abidagi ishimiz boshlandi mana. Bir guruh mana palla keldi. Xudo xolasi yordamchida. Mana bu almatura kesib. Va Begzod mana. Begzod. Ana guruhlar yana astoydil ishlayapti mana. Yana shu o'sha guruh. Baqa odam ko'paygan mana. Palla kelgan bag'i yana. Kelib yordamchida mana. Bag'da mana 4 kishi mana yana. Xudo xohlasa mana ishda ketdi mana. Ertalikka Xudo xohlasa kamida 20 ta odam kelaverasizlar. Ertalikka 20 ta. Begzod. Begzod. Hoy, qarash o'rayanglar vallaga. Mana ba'da yana bitta guruh kelosi mana. Mana bugun yana Salarkaga keldik. Salarka va Biza olamiz bugun. Bugun bozor aka xizmatdalar mana. Ismoilov bozor aka bugun xizmatdalar. Ado bo'ldi Salarka Biza nima o'zi mana. Shushdashi mana guvohlar bilan Salarka Biza tushib Ismoilov bozor aka xizmatdalar mana boshqalari. Mana bugungi Salarka va Bizani cheklari 200 so'm mana chek 3-chi va chek 4-chi mana 200 so'mda. Kecha 1-2 bo'lgan, bugun 3-4. Ha, mana Biza Salarga yetib keldi mana. Bizada olib keldi. Mana bozor akalar xizmat qildilar bugun. Bora Salarga Biza olib kelib berdilar. Narod zo'r mana ishlayaptilar mana. Ishkidotda mana. Armaturlarni mana maydalab mana tayyor qilib narga mayda mana atroflariga qo'yishdi valla. Armaturlar ustiga qo'yadi. Salarkaga borib Biza olib keldi. Yangi odamlar kelgan ekan mana. Yangi odamlar ba'da mana. Ancha yangi odamlar tushmaganlar mana tushadi ba'da. Ba'da salom bo'lganlar keldilar mana. Mana ba'da nimalar bor. Xudo xolasa urab qoladi mana. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Sizlarga bitta murojaatimda mana o sitkani biza qo'ydik mana mayindoq qilib. Agar mana o'rtasiga biza upor bermasak, qaylib ketyapti-da. Shunga bitta nima qilib sizlarga ko'rsatamiz-da. Mana biz ikkita sitkani qo'ygan, bittasiga uporni qilgan mana to'g'ri. Ikkinchisi mana o bi upor. Mondoq qilib olay bi upor mana. O'ysimon bo'lib chiqib kelyapti-da. Shunga agar har narsalarni yana kamida almatura olib kelib shunga mana shu o'rtasiga upor beramiz. Mana undoq qilib mana. Mayindoq qilib o'rtasiga upor beramiz. Agar har narsalarni stop qilaman, yana qancha bizga ugaloq kerak bo'ladi. Shunga qarab men har narsalarni shuni qilamiz. Qolgan sitkalarimiz ham chiroyli, ham mustahkam bo'libdi. Chunki biz nimani sotganimizda, sitkani sotganimizda ana o ugaloqlarni qaytirib o'ryapti, mana undoq qilib egib o'ryapti-da. Biz buni hisobga olmaymiz, egilar ekanda bu. Biz 2,5 qilgani baribir egilyapti.
Agar o'zlaring fikrlaring bildiringlar, ham desalaring men yana ertaga borib uyg'oq olib kelaman. Yetmagan qismiga olib kelaman-da. Endi hamma bitta muttasiga olib. Mana maylo bo'lib tavlanadi, bilinyaptimi? O'ysimon bo'lib. Mana. O'ysimon bo'lib tavlanyapti-da. Qanday fikrlaring bildiringlar. Xohlasalaring shunday qoldiramiz, xohlasalaring mana unday qilib o'rtasiga beramiz mana shu ishda. Nima desalar, ovozim boryaptimi, yo'qmi sizlarga? Mana. Achchiqdan yigilyapti mana. O'ysimon bo'lib, sitka tortib ketyapti-da, suvarga qilganimizda ekan. Mana tortani mana qilib. Odamga vaqt berishda mana. Ajur nima salqiyroq vaqt bo'lyapti sitkaga. Tortilmaydi, uriladi. Gruppa mana yaxshi. Xudo xohlasa bugun shuncha bo'ldi. Bugun tugatamiz xudo xohlasa. Mana bu qolgani mashida. Bugun tugaydi. Mana bu gruppalar ham o'lyapti. Aslida mana ish jarayonlari unda tortadi. Mana unda tortadi. Mana. Qarang, hoppa. Mana buni bilan bosadi. Bu Baştan bosana. Etan buta bo'lmasa bossan. Mana. Ko'r. To'g'ri mana. Arosiga uyg'oq berishib boshlar, uyg'oq qilamiz. Sal yaxshi bo'ladi-da. Ayni qilib arosiga uyg'oq berib yaxshiroq qilamiz. Ara jarayoni. Ana, ha. O'tiylar mana. Uyg'oqga tortib kelganlar avvalo. Mana. Ana xalq mas'ul ishlarga xizmat qilyapti bari. Assalomu alaykum hamshirlar. Mana bugungi qilingan ishimiz. Mana hamma ish sitkalik bo'ldi. Mana bu qismida 25 ta. Aroda beuporlik bu. Upori yo'q bunda. Mana bu qismda 11 ta. Bular hammasi uporlik qildik. Chunki uporlik qilmasak, bo'yna ko'rsatdim-ku, aroz tortib, sitka tortib ketdi. Shuning uchun buni uporlik qilib, bundoq qilib ko'rsatsa yaxshi ko'rinadi mana. Shuning uchun uporlik qildik. Qayana 100 metrmi, 200 metr shu raznisasi bo'lar ekan. Qani bir bola qilib to'g'rilaymiz harakat qilib. Mana shu shu bugungi bo'lgan achcho sitkamiz qilingani, sitka tortilgani 25, 11, 36 dona bo'ldi hammasi. Bugunga bo'lgan. Kechagisi ona ichkarida turibdi mana. Shu hozir. Nechta bo'yitdi Mamonjon aka? Yoqda mana kecha 11 ta, bugun 36 ta. Mana shuncha bo'ldi. Xudo xolisa mana tezroq harakat qilsak, mana 3-4 kunda bo'lib qoladi. Bizga aslovni 4 ta svarchik, keyin qolganiga yordamchi, har bir svarchikka 4 tadan yordamchi. 20 ta odamda, har kun 20 ta odam bo'lsa zo'r. Chotka bo'ladi. Shunaqalarni bir aytsa Rajab Ali bilan atarmi? Ha, shu ikkovini iltimos qilsam bir. Hamshirlar, mana Yangiobodda ish kuchlari kelib ishni boshlashdi mana. Harakat qilamiz. Bu ashkilar harakat qilaylik. Divizionlar bo'shirib harakat qilib bitkazaylik. Mana bugungi ishimiz boshlandi mana. Hozir ramka yasashyapti bular. Kecha ramkamiz bo'lgan.
bor va qarab olinglar uni. Qarabadi. Sitkada ham bor ular. Assalomu alaykum, qullar. Ishchi kuchlari kam odam kelmadi. Yana Yangioboddan 4 ta odam kelgan. Bitta svarka ishlatib, bitta qolgan 2 ta stolimiz bo'sh. Endi harakat qilaylik. Havola ham yaxshi mana. Xudo xohlasa 3-4 kun harakat qilsak bor-ku, kuniga 30 tadan qilgan chog'imizda 4 kunda ishimiz tugaydi. Hozir mana pastga 50 ga yaqin bo'lib qolgan. Ko'rdilaring. Shunga harakat qilinglar qishloqlar. Rasmi rabochi bo'lsa ham mayli, qo'lidan ish kelmasa ham bor-ku, mana bu sitkalarni bizga tayyorlab beradi. Mana bu sitkalarni tayyorlab bizga tayyorlab tushirsa ham bo'ladi hammasi. Ha, bor bo'lyapti. Shunga kelinglar, qo'ldan ish kelmaganlar ham bizga sitkani tayyorlab, uzilganlarni ulab, mana qanday notik joylari bor-da, mana bunga notik joylari bor mana. Mana bular notik joylarini mana undoq aylantirib to'g'rilab beradi. Bu sitkamiz to'g'ri bo'ladi-da. Harakat qilaylik, qo'ldan ish kelmaganlar ham. Bu suvarkani nima bilan tortib tursa, suvarka qilib tashlaymiz. Qishloqlar bugun mana ishchi kuchlari mana 87-balladan kelgan, mana 87lardan. Mana 87lardan mana bor. Har kun bor 87lardan buyatgan har kun bor mana kilo 87lar. 87 aktiv. Aktiv bular. Mana Bigzod ham har kun ishda mana Bigzod har kun kelib yordam qilib sitkalar ulashib yordam qilyapti bu qo'ldan kelguncha. Mana Yangioboddan bilan, hozir yana Yangioboddan Divijoga bilan 5 kishi kelishyapti. Sitma qilishdi. Divijoga bilan yana 5 kishi kelishyapti. Va mana Ijorat bo'lsa Bobojon, yana Yangioboddan tari. Va Jamol. Yaxshi, balla ba'da tayyorlab berishyapti. Yana sitkalarni qo'yib olishyapti. Yana bir 2 ta yordamchi rabochilar bo'lsa bor-ku, yaxshi bo'lardi. Chunki mana bu sitkamiz turibdi-da o'zi. Odam kuchi kamini yetishmadi, nimamiz ishlaymiz bo'ldi. Agar bu ishlar bo'lsa, mana rabochilar ham bo'laveradi, pullar suvarkalar bor. Patiskalari uchun rahmat katta, hammalari sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangiobodda mana Divijog bilan balla keldi mana. Olib kelishdi. Bitta guruhda. Mana Divijog bilan keldi. Qahramon aka olib kelib jo'natdi Divijog. Magazinga Yangiobodda. Yana 4 ta balla bilan. Mana o'qigan Divijogga dizelni solib, xudo xohlasa hozir ishni boshlaymiz mana. Ana Nurulloyev Farruh hozir nonushta tashkil qilib olib keldi. Hozir mana balla nonushtaga mana hozir Mamonjon aka dasturxon tayyorlayaptilar mana. Hozir nonushta tashkil qilib olib keldi mana. Mana nonushtani Nurulloyev Farruh mana o'zi ba'da mana. Hozir xizmatda puldaga suv quyib turibdi. Tashkil qilib hozir olib keldi mana. Balla o'chirat bilan dasturxonga o'tirishdi mana. Assalomu alaykum davra. İşlarda qolgan balla mana yoqda ishlab turibdi to'g'ri, ishlayapti. O'chirat bilan kelishib mana nonushtani qilib davom ettiryapmiz-da. Hammasi mana yaxshi mana. Balla. Tashkilotchi Nurulloyev Farruh mana. Rahmat shu bolaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hammalaring. Qishloqlar bugunga narod yetarli. Hammasi joyida, ko'pchilik. Qolganlar mana ertaga harakat qilaverasizlar. Mana
Hamma o'z ish joylari bilan mana sitkalarni tarqatib tashlagan hammasi joyida. Qolganlar ertalikka reja qilib kelaverasizlar. Chunki odam ko'p kelib, bugun ko'p kelib, ertaga kamroq kelsa u ham bo'lmaydi-da. Bugun hammasi joy-joyida, hamma o'zining ishi bilan band yetarli, chotki. Zo'r. Ertalikka reja qilib kelaverasizlar. Qishloqlar narod bugunga yetarli. Hammasi joyida, ertalikka reja qilib kelaverasiz. Hamma mana o'zining ishi bilan mana. Yetarli mana. Suvarchilarga 4 ta yordamchi mana. Va Niyoz bobo suvarchi. Mana bor. Bu tarafda mana ramkaga berib turadi. Ba'da mana ramkalar yashayaptilar. 3-guruhga mana Suvarchi Abdurahmonov yonida mana yordamchilari bilan. Hammasi mana chetda mana. Ya bo'ladi. Shuning ertaga harakat qilaverasizlar qolganlar. Bugunga yetadi hamma. Ha bugun kelib ertaga odam ham bo'lib qolmadi. Shuning uchun navbat bilan kelaverasizlar hammalar. E'tiborlari uchun rahmat. Hammaga podдержкалari uchun ham katta rahmat. Ana bugun Osh Ahmedjonov shularning nomidan mana yo'ldosh bo'yi qo'yib keldilar mana. Power Zahriddin ha? Zahriddin Power mana. Mana ichkariga. Mana yo'ldosh bo'yiga ba'da mana xizmatdalar. Mana somsalar, ko'k somsalar bilan mana biz o'zi Navro'zda boshlab o'rgan. Mana tashkili va chador yaqin o'ti. Hammalaringa yoqimli ishtaha. Beraman. Oyoq qator. Abdurahmonov. Mana bak ikkinchi dasturxon. Mana qoshiq. Hammasi. Bani buni nima qilib olaylik, yaxshiroq nima bo'ladi mana. Somsani bu tarafiga o'tkazib o'raylik somsani. Yo'q, assalomu alaykum. Mana biz sitkamiz mana, ko'ryapsizmi? Mana sitkamiz, mana ustuncha. Ustunchani tepasiga biz nima farq qilamiz? Oti nima deydi? Armatura bu kesib qo'yilgan o'zi farq qilib buni ham ko'rsatib, mana mayno bo'ladi-da, mana bundoq qilib olay. Mana shu turishda bo'ladi bizning nimamiz. 50 sanga beton bilan o'tiradi. Tagida armaturlari bilan kunda naborotiga beramiz. Nimaga prototip beramiz? Sitkaga prototip beramizda, ustunga armaturda. Mayno bo'ladi-da mana. Mashinaga mo'ljalladik, shag'alni olib keltirdik. Siminni zakaz qilgan, shu kuni olib keladi siminni ham. Bular ham ehson, hammasi ehson, shag'al ehson, simin ham ehson. Mana shu turishda bo'ladi mana. Mana bir ko'ringchi mana. Agar biz buni 2,5 dan qilsak, bizga ko'choq ko'p chiqib ketib qoladi. Ham oshkishi rasxoda. Bunda mana shu qilamiz, tagiga yaxshilab armatura yo nimalarni beramiz, ushlaydi yaxshilab. Tak qismiga nimaga betonga yopishtiramiz. Va uni bir kun oldin ballarni tashkil qildirib, ustunchani ko'mdiraman oldin. Bir kun oldin ustunchani ko'mdirib, keyin ertasiga hashar qilib, sitkalarni urib tashlaymiz hammasini. Hala hoji bobo. Avo, nimani tagi? Aylantir. Aylantir, Hasan. Mana bundoq qilib mana qilganmiz mana. Mana mayno. Yarmiga ugalog bular, yarmiga biz armatura qilamiz. Chunki ugalogimiz yetmaydi. Armatura qilamiz. Qolgani mana tepasiga, shu tepani mana prixvatga qildik mana, suvarka bilan mana. Zaglushka qilib nima qildik mana. Mana tepa qismi. Yomg'ir kirmasligi uchun. Mana shu turishda mana qildik-da mana.
mana profillar kishilib 2 metrda mana. Taxlanib qo'yilgan mana. Kesilmagani ham bor mana. Kesopti, endi boshlagan mana o'tkazopti mashina. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Mana bugungi ham ancha qilib tashadi balla, xudo xolasa. 33 dona bo'ldi bugungi. Opshi. 33 dona bo'ldi. Mana baqa taxlab qo'ydik. Bitta 33 dona qolgani. Mana mabadi. Unda qilib, undan qolgan yana bir 11 dona o'chachiga taxlab qo'yganmiz. Xullas, mana shu yerda ish jarayoni aynan bo'libdi mana. Bugungi yaxshi rezultat. Assalomu alaykum qishloqlar. Men hozir nimaga kelib, bankka kelib. Yana 2,5 ming so'm pul sinimat qildim. Bu nima uchun? Kraskalar uchun. Shu yana kraskani 3000 so'm Yangioboddan bir inson 3000 so'm ehson qildi. Mana hozir yetmaganiga 2,5 ming so'm kraska uchun pul sinimat qildim. Opshi 5,5 ming so'm bilan hozir bozorga boramiz, asarkasini chiqaramiz qanchalik. Ham qishloqlar, assalomu alaykum. Mana bizon o'qityaman men 30 litr. 30 litr bizon oldim. Yana shu Ashro bozori pastida shu skitkasi bilan yana 300 so'mlik oldim-da. Ochigini tashlab yuboraman. Kompyuter buzuq aka. Mana 293 tomon bitta bo'ldi, 28,5 litr. 1,5 litr yana ichkaridan bakalashkaga olib berdi, biz adishel etmadi. Opsiya mana 300 so'mlik bo'ldi. Keyin kompyuter buzuqligi uchun men buni tashlayapman-da. Chek olib bera olmadim. Mana aka, chek yo'q dedilar. Chiqarmayapti mana kompyuter. Shuning uchun bu da vargacha bechek bo'ldi. Qayerda kecha navoda mana ertaga kelib olib ketaman agar shu yerda. Buni sada kim beraman. Ha, bo'ldi. Ham qishloqlar mana bu 5,5 ming so'm pul. 2,5 ming banktasini nima qildim? 3000 boyna aytdim-ku, Yangioboddan bittasi ehson qildi. Uni nomini hozircha chiqarmayman. Chiqarmay turdi, lekin daftarga yozib qo'yaman uni. Oxiri отчетda keyin nomi, ismi, familiyasi bilan hammasini chiqaraman. Mana bu 5,5 ming so'm pul. Mana bozor aka vakilligida bizda o'zi bozor aka bozorga borib nima olib keladilar. Kraskani olib keladilar. Opshi atteston hammasini olib keladilar. Отчетida xudo xohlasa kechqurunga chiqaramiz kraskani. Bizani olib keldik mana bu bo'y xizmatchiligida. Bugungi ishchilar mana. Bugungi ishchilar tanib botar vaqara. Bu turib panole. Bu bo'y ishchilar. Va Islomidin aka g'olib. Yangioboddan. Mana ketkani nima qilib tayyorlayapti. Qala o'jore. Va, yaxshi joyi mana. Mana bu ishchilar mana ba'zi. Va, biroq video. Ramaz bochi. Hey! Bugungi ishchilar mana. Assalomu alaykum qishloqlar. Mana biz sitkalarni borku sinimat qilib mana olib tashladik. Mana bu sitkalarni oldik. Mana nechi yil bular? 99 yil bolalar Yangioboddan kelgan mana. Mana Bekzoz boshchiligida Bekzoz tavshiyda. Mana 79-yilda Saknazor bola G'opirovon boshchiligida bo'ldi. Sitkalarni mana sinimat qildik. Faqat bitta guruh. Yangiobod Xitoyba. Assalomu alaykum. Tinchmisizlar? Sog'lik yaxshimi? Ana, tinchmisizlar? Mana sinimat qilib, nimalarni olib tashladik. Qoldi girdi atroflarini oldik mana. Qabriston atroflarini oldik hammasini. O, mana yoqda ham bor balla. Sizlar ham shika kelgan hozir.
poka shu nima qilishyapti uni. Alaykum aka-ukalar. Mana qabristonning atrofidagi chegarani qonni sinimat qilib, mana chekkalarni bo'ldik. Chekkalarni olib tashladik. Hozir yangi nimani o'rnatish uchun, valla o'zi kavlash boshladi. Mana kavlab. Mana mashina qilib yaqin tortib ipi mana u banda. Yaqin tortib oborishyapti. Boshlari xudo xolisa. Ertaga beton quyishni boshlaymiz. Joylarini sunchalar o'rnini kavlab, hammasini qilamiz. Ertaga beton quyishni boshlaymiz. Shunga ertaga harakat qilib ko'pchilik mana hasharga kelaverasizlar. Biz sinimat qilib bo'ldik hammasi. Mana shuni boshdan oxirigacha, chakkagacha sitkalar sinimat qilib bo'ldik. Bunga bitta video rolik qilib tashlayman hammasi sinimat qilingan nimalarni ham. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammalaringga. Podpishkaga harakat qilaveringlar. Shularda. Xudo xolisa 3-4 kun ichida bitib bo'ladi. Bek. Hamdo. Mana hash tepa qismlarini ham qonli sinimat qilib, mana olib tashladik mana. Kraskachilar xudo xolisa kraskani bugun yetkazib kelsa, ertadan ishni boshlaymiz. Mana kavlash ishlari boshlandi xudo xolisa. Bitta mana gilani qopiravom bitta. Regirovka qilib yuribdi ona. Ana Davron aka. İki saksa. Ha, 280 dan. Ha, ushkasi bilan 280, sitkasi 2,5. Qataqsi ketashadi, Ha, ana undoq atmetka qilib ketyapmiz. Almaturlarni qo'yib atmetka qilib. Bitta regirovkada Ahmadjonov Ravshan aka mana regirovkasida mana.